Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda 766 kraskasi bor. 60-70% bor kraskasi. Bu ishlarimiz ideal holatda. Motor korobka haydov holatiga hech qanaqangi ishi yo'q. Chiroyli sag'irga to'qib qo'yilgan. No'rit bakovlar qilingan. Gazlari temir gaz bilan bo'lishi kerak adashimiz. Şöyle açalımız hesap. Salonlar zo'r, salonlar sidinani chiroylilardan qo'yib qo'yilgan. Mana marka sidina. Bu mashinamiz narxi juda qimmat emas. Ko'rib turibsiz, holat ideal. Bu mashinamizning narxi $1050 beraveramiz. 89-yil motor mo'z korobka zo'r $1050.